Hozir atir tanlashni eng беспроигрышный variantini ko'rsataman. Sephoradan zakazim keldi. Magazinga borib atir qaraysiz-da. Magazinda yoqadi, sotuvchi rosa maqtaydi. Lekin uyga borib 1-2 kundan keyin atir уже yoqmay qoladi. Magazinda temperatura boshqa, namlik boshqacha bo'lishi mumkin. Hidga ta'sir qiladi bu. Shuni беспроигрышный yechimini ko'ramiz. Meni atir tanlashim juda oddiy, juda ko'piga boshim og'riydi. Shunga boshim og'ritmasa plus hidi yoqsa, demak yaxshi. Shunga Sephora yoki boshqa do'konlardan samplelarni, naborni olaman. Replikani atirlarni olmoqchi edim. Shunga tanlashdan oldin naborni olib ko'rdim. Bu yerda 2 ml dan 10 xil, 20 ml. Har biri bir haftachaga yetadi. Ishlatib, tanlab qaror qilaman keyin. Keyin normalniy 50-100 ml ligini olaman. Zato aniq bilaman bu atir menda yillab chang bosib yotmasligini. Xuddi shunaqa metod bilan muhabbatim Jo Malone Wood Sage and Sea Salt olganman. Super bazaviy, вообще jonga tegmaydi. Va xuddi shunaqa metod bilan Henry Rose Windows Down. Bu shunaqa hidki, tasavvur qiling, uyingizda atirgulli bog' borda, kuxnyangizni oynasidan ochsangiz, shu atirgullarning hidi keladi. Plus ozgina takoy ko'k choyning hidi keladi menga. Xullas, xuddi shunaqa metod bilan keyingi atirimni tanlayman. Birinchidan aniq adashmayman, ikkinchidan уже более-менее menga nima kerak emasligini ham bilaman. Ну чё, годный лайфхакmi?